Mustaqil ekspertlar borib joyida o'rganib zararni baholab beradi va kompaniya 15 kun muddat ichida zararni qoplab berish uchun qaror chiqaradi. Fermer to'lanadigan sug'urta haqqini 50% to'laydi xolos. O'tgan yillarda ko'sak qurti yeb ketdi ko'pchilikning paxtasini. Juda ham katta maydonlarda. Shunaqa holatda pul yetadimi? Yetmay qolsa nima bo'ladi? Nega bizda hosil sug'urtasi yo'q? Bugun buni so'rash uchun Abdurashid aka olar keldi. Abdurashid aka Qishloq xo'jaligi vazirligi qoshidagi qishloq xo'jaligini sug'urtalash jamg'armasida xizmat qiladi. Abdurashid aka, nega bizda hosil sug'urtasi yo'q? Bor, hosil sug'urtasi mana o'tgan yili 2025-yilda amaldagi qonunchilikka bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Biz fermerlarimiz uchun juda katta yangiligimiz bor. Ya'ni O'zbekiston Respublikasini aprel oyida qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarni sug'urta qilish to'g'risidagi qonuni qabul qilinganligi bo'ladigan bo'lsa, keyin bu qonunning ijrosini ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz farmonlari qabul qilindi. Ya'ni qishloq xo'jaligi tavakkalchiklarini samarali sug'urta qilish mexanizmi tashkil to'g'risidagi farmon qabul qilindi va bu farmonni ijrosi asosida dekabr oyida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Va ushbu qaror asosida yangi sug'urta tizimi joriy qilindi. Bu qishloq xo'jaligi sug'urtasini amalga oshiradigan Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligi sug'urtasi jamg'armasi tashkil qilinishi mana shu hosil sug'urtasini amaliyotga joriy qilish uchun muhim bir qadam bo'ldi. O'zi necha xil sug'urta turi bor? Qishloq xo'jaligi bo'yicha. Qishloq xo'jaligida amalda qishloq xo'jaligi ekinlar hosilini sug'urtalash bor. Banklar tomonidan berilayotgan kreditlarni qaytmaslik xavfini sug'urtasi bor. Amalda hozirgi kungacha banklar ko'proq o'sha fermerlarga berilayotgan kreditni qaytmaslik xavfini sug'urta qilib kelgan. Bu sug'urta turi aslida bankni tavakkalchilikni sug'urta qiladi. Fermer uchun sug'urta himoyasi emas. Chunki bu tavakkalchilik darajasi bu yerda bankni tavakkalchilik bo'lganligi uchun fermer bu yerda himoyasi qolib ketadi. Ya'ni bankka fermerni kredit qarzdorligini sug'urta kompaniyasi qoplab berib, keyinchalik fermerdan buni regress tartibida undirib oladi. Ya'ni fermerni himoyasi ta'minlanmaydi. Hosil sug'urtasi esa bu butun dunyoda mana shu berilayotgan kreditlarni ta'minlashga yoki qishloq xo'jalik korxonalarini kreditsiz ishlagan korxonalarni ham tabiiy ofatlardan ko'rilgan zararni kafolati uchun asosiy manba hisoblanadi. Va mana shu jamg'armani farqini men aytib o'tay, chunki bundan oldin ham qishloq xo'jaligi sug'urtasi amalda bo'lgan-ku, nima yangiligi bor degan agar savol tug'iladigan bo'lsa fermerlarimizda, birinchi navbatda jamg'arma notijorat tashkiloti. Ilgari sug'urta kompaniyalarining asosiy maqsadi bular tijorat tashkiloti hisoblanib, asosiy maqsadi foyda olishni ko'zlagan bo'lsa, jamg'arma bu davlat tashkiloti, buni asosiy maqsadi foyda olish emas. Ya'ni qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarni, fermerlarimizni, klasterlarimizni turli xil tabiiy ofatlardan ko'rilgan zararlarni qoplab berishni asosiy maqsad qilib olgan. Adresiga xudo ko'rsatmasin, sug'urta hodisasi bo'lib qolsa, misol uchun sovug'urib ketdi mana ekinlarni. Vaqtliroq ekib qo'yishdi paxtani va keyin sovug'urib ketdi. Birinchi o'rinda fermer va dehqonlar nima qilish kerak shunaqa sharoitda? Bu holatda sug'urta hodisasi sodir bo'lgan paytda fermer o'sha ekin holati zararlanganligi to'g'risida xabar berish kerak bo'ladi jamg'armaga elektron tizim orqali. Va jamg'arma o'zini mustaqil ekspertlari orqali joyiga chiqib bu narsani qayd qiladi. Ya'ni ekspertlar tomonidan zarar o'rganiladi va o'sha sug'urta hodisasi tasdiqlovchi ma'lumotlar avtomat tizim. Buni fermer o'zi yugurib uni yig'ib kelish shart emas. Avtomat. Oldin hamma yoqqa yugurib yuriladi. Albatta bu tizimni afzalligi ham shunda. Yagona axborot tizimi orqali Gidrometbiro boshqa vakolatli organlardan ma'lumotlar jamg'armaning o'ziga avtomatik ravishda tortib olinadi. Ba'zadan o'ziga tortib olinadi va hisob-kitob asosida fermerga o'sha birinchi navbatda 3 kun ichida xabar berish kerak. Shu xabar berilgan vaqt ichida mustaqil ekspertlar borib joyida o'rganib zararni baholab beradi va kompaniya 15 kun muddat ichida zararni qoplab berish uchun qaror chiqaradi. Tushunarli. Endi o'zi qanaqa imtiyozlar bor? Misol uchun o'zi hosil sug'urtasi qimmatroq yuradi. Chet davlatlardan ko'rganmiz. Ayniqsa bizda risklar katta. O'z imtiyozlar berilgan. Hosil sug'urtasi nima beradi fermerga degan bu qarorni yoki qonunni jamg'armani asosiy vazifalar huquqlaridan tashkil qilish asosiy maqsaddan xuddi shundaki, birinchi navbatda fermerlarni ko'proq qamrab olish maqsadida ularni sug'urtaga to'laydigan haqlarini 50% qismi
ushbu qonunga va Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan davlat byudjetidan subsidiya orqali to'lab berdi. Ya'ni fermer to'lanadigan sug'urta haqqini 50% ni to'laydi xolos. Qolgan 50% jamg'armaga subsidiya orqali fermerning nomidan to'lab berdi. Ya'ni faraz qilaylik, fermerni hosilini, bu yil yashirilgan hosilini shartnoma qiymati 100 million so'm bo'ladigan bo'lsa, sug'urta tarifi paxta hosili bo'yicha agar 4% deb oladigan bo'lsak, shu 4% ni miqdori 4 million so'mni tashkil etadigan bo'lsa, shuni 2 million so'mini fermer to'laydi, qolgan 2 million so'mni byudjetdan subsidiya tarzida ajratiladi. Ya'ni fermer bu tomonlama, demak fermerga qulay tomon, fermer to'layotgan sug'urta mukofotini 50% ga chegirmaga ega bo'ladi. Buni imtiyozli kreditdan to'lasa bo'ladimi o'zi? Bo'ladi, albatta bu narsa ko'zda tutilgan. Ya'ni imtiyozli kredit olishdan oldin qonunda ko'rsatib qo'yibdi. Imtiyozli kredit olish uchun fermer xo'jaliklari hosili sug'urtalangan bo'lishi shart degan aytaylik moddasi qonunda belgilab qo'yilgan bu narsa. Abdurash aka, o'zi jamg'armani puli yetadimi? Misol uchun o'tgan yillarda ko'sak qurti yeb ketdi ko'pchilikning paxtasini. Juda ham katta maydonlarda. Shunaqa holatda puli yetadimi? Yetmay qolsa nima bo'ladi? Albatta bunaqa holat prezidentimizni yuqoridagi farmonlarda ko'zda tutilgan. Ya'ni avvalgi sug'urta tashkilotlari, ular tijorat tashkiloti sifatida o'zini aytaylik ko'proq foydasi uchun kurashgan bo'lsa, bu yerda jamg'arma himoyalangan, ya'ni jamg'armada to'lovlarning kafolatlanganligi, ya'ni sug'urta hodisalari natijasida zarar miqdori oshib ketadigan bo'lsa, jamg'armani mablag'lari yetmagan holatlarda davlat byudjetidan bu zarar qoplanib berishi prezidentimiz farmonlarida ko'zda tutilgan. Ya'ni bu kafolatlangan. Katta miqdorda zarar bo'lib qolsa, respublika bo'yicha, demak, dehqonlar qo'rqmasdan, ya'ni sug'urta qilishi mumkin. Albatta, bu jarayon demak fermerlarimiz uchun bexavotirlikni, ularga xotirjamlikni baxshida qiladi. Ya'ni kafolat davlat tomonidan kafolatlanyapti. Mana shu narsa himoyani sug'urta yangi mexanizmning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bu yangi mexanizmning asosiy afzalliklari haqida gapirib o'tdik. Hozirgi kunda Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligining sug'urtalash jamg'armasi asosiy faoliyatini boshlagan. Mana 2026-yilda asosiy qonunda o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorida ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni paxta hosilini sug'urtalash, g'alla hosilini sug'urtalash, bog' va uzumzorlar hamda issiqxonalar hosilini sug'urtalash bo'yicha 2026-yildayoq sug'urtalash jarayoni amalga oshirish boshlangan va bemalol bu borada jamg'armaga murojaat qilishlari mumkin. Jamg'arma sug'urta shartnomalari elektron tizim orqali tuzish bo'yicha tartibini ishlab chiqqan va xizmatlarni ko'rsatishga tayyor hisoblanadi. Demak, bu elektron tartibda bemalol so'rovnoma yuborishadi. Albatta. Barcha sug'urta shartnomalari, arizalar elektron tartibda tuziladi. Uni qog'oz yoki boshqa nimada ko'rinishda tuzib, turli xil ovoragarchilikdan oldin olish maqsadida, shaffoflikni ta'minlash maqsadida yagona axborot elektron tizimi orqali sug'urta shartnomasi tuziladi va fermerlarga to'lanadigan sug'urta mukofotining 50% ni byudjetdan qoplanishi hamda zararni to'liq qoplanishi kafolatlanadi. Demak, fermerlar va dehqonlar ogoh bo'lamiz. Bu yildan Xudo xohlasa mana hosil sug'urtasi ham ishga tushdi. Kimda misol uchun ixtiyoriy qilaman desa, u ham bor va agar o'sha paxta g'alla yetishtirishni imtiyozli kredit olaman desa, demak, hosil sug'urtasi ham bor ekan. Saytlarni yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib bezovta qilishingiz mumkin.